Yaqinlarim, lolalarni qaranglar, go'zalligini, mahallani qaranglar. Sofdil mahallasi ekan, sofdil qo'shnilar bor ekan, sofdil mahallada sof insonlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zo'r 5 soti 6 xonali xonadonimizni savdoga qo'yilayotgan ekan. Toshkent viloyati, Zangata tumani, shunday Eshonguzar degan joyda Nurhayot to'yxonasini oldidan kirganinglarda, shunday to'yxonani oldidan kirganinglarda zo'r lokatsiya. Mahallani qaranglar, kengligini, tinchligini qaranglar, qo'shnilar zo'r ekan. Olib qo'yadigan joyi. Pul zaril deyaptilar, o'shanga ko'targan narxi berib yuboraman. Men o'rtakash emasman, ustiga pul qo'yib sotmayapman deyaptilar. Doniyor aka, sizga gapiryapman, yaqinlarim, olib qo'yadigan joyi. Ani domda yashayotganlar borki, 7-8 etaj, ota-onalar o'sha qarib qoldi. Yerga tushiradigan payt kelib qoldi. Srochni sochish kerak, bir ikki so'm yetmasa qo'shish kerak. Bitta uchastkada yashaydigan joyi o'sha qarichilik. Yaqinlarim, juma ayyominglardan qaranglar, menga yoqdi. Yuringlar, bir ichkarilarni ko'rsatamiz. Toshkent viloyati, Zangata tumani, Eshonguzar, Raycenter desa ko'pchilik biladi. Bekbaraka, ipodrom, hamma bozorlar shundoq mana shu yerdan 1-2 kilometrda ekan. Masjid 500 metr, 600 metrda ekan. Shu yerda shundoq uyning orqa tarafida bog'cha, maktab, yangi poliklinikalar ekan. Shu xonadon oldida plashatkasi ham bor. Mahallani kengligini qaranglar, qanaqa zo'r mahalla, menga yoqdi, ozoda ekan. Ko'targan narxiga yer hisobida berib yuboraman deyaptilar. 6 ta xona kattalik qilyapti bizga deyaptilar. Yuringlar, bitta layklarni bosib, yaqinlarim, Sofdil mahallasi deylar, Raycenter, Eshonguzar, Yangiyo'l, To'ytepa. Shaxsan siz ham realni tez ishimni bitirib, uyimni sotib, o'rniga bir boshqa joy olay deyapsizlarmi? Tepada mana sizlar uchun nomerlarimni qo'yib qo'yganman. Alloh o'zingga tavakkalni, bunda aloqaga chiqinglar. Shu nomerlarimda Telegramim bor. Xijolat bo'lsanglar, Telegram orqali yozib yuborsanglar, javob qaytaramiz. O'zbegim uylari, Baxtiyorbek Soliyev bo'laman. Men o'rtakash emasman, dallol emasman. Borib uyingizni narxini yerga urib birovga olib beruvchi emasman. Oluvchi naqd mijozlarimiz bor, realniy mijozlarim bor. Sizni uyingizga, imini sizni uyingizga. Bo'ldi, narxini chiqazamiz, o'zingizlar kelishib olasizlar. Uylarni bir chekkadan ko'rsatamiz. Sofdil ko'chasi 3-tor ko'cha, 30-xonadon bo'ladi. Tepada boloxona, bu yoq tarafda 3 ta xona, bu yoqda 2 ta xona zo'r ekan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hech narsa muammo emas ekan. Men startiviy narxlarni aytaman. Egasi aytaveradi. Ana ishonmasanglar, bedana ham aytyapti. Egasi aytaveradi. Siz realni menimcha beraman, menga yoqdi joyingiz deb taklifingizni bildiring. Bular yana bo'ti sotib uy olishmoqchi ekan. Dominglar borki, 2 xona, 3 xonali dominglarni berib, o'rniga raznisdan gaplashib olsanglar ham bo'lar ekan. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu yoqda addenna bitta xonasi, choy ichib o'tiradigan tepalarni ko'rsataman. Zo'r. Bu yoqda sanuzel xonalari, bu yoqda oshxonasi. Qani operator bir kira aylantirib chiqingchi. Buni ko'rsatib yorsiz, mana oshxonasi. Pastda egasini nomeri, yaqinlarim. Bu yoqda sanuzel xonasi. Endi baba oladigan odamga ko'rsatib qo'ymasak, bu yoqda yana bir mana kladovka bori shu. O'shanga ham arzon berib yuborishyapti. Suv bor gilamnisi, gaz bor, svet bor, orqasida vantda svetkan orqasida tovuqxona. Bemalol mana hozir ichkarilarni ko'rsatamiz. Bir uylarni ham ko'rib qo'yaveringlar. Suvni ham mana davlenalarni bir ko'ramiz. Qani zo'r. Bilasizlar, qayerga borsangiz suvlarni ochib ko'rsatamiz. Men bedanalarni ham tashab ketaman deyaptilar. Bu yoq tarafda 3 ta xona ekan, bu yoqda 2 ta xona ekan. Teylarda podvoli bor ekan. Yuring, bir chekkadan Wi-Fi ishlab turibdi. Gaz bor, gilamnisi, suv bor, tok bor. Mehmonxona. Bir 6 metrga 4 metrlik mehmonxonamiz. Yuring operator. Qiziq bo'lsa, pastda egasini nomeri, startiviy narxini bu joylarni yer hisobida $160,000 so'ralyapti. Shundoq Nurhayot to'yxonani orqasida. Kelib olib qo'yadigan joyi, xonalarni ham qaranglar, katta-katta bir 6 ga 4 metr,
6 ga 4 metr. Naryoq ham shunaqa 6 ga 4, 3 ta xona. Hozir naryoqda 2 ta katta xonani ko'rsatamiz. Ketdik. Yuringchi operator, bu yerda ham 3 ta xonasi bor. Kelib, gaplashinglar, savdolashinglar, takliflaringlarni beringlar. Bu yer koridor, kiraverish. Bu yerda mana mehmonxona, bemalol 2 ta 3 ta o'g'illar joylashib olsanglar bo'ladigan joy ekan. O ani rubobni ham anaqa tashab ketaman deyaptilar bonusiga. Mabodo to'y hashamlarni o'tkazish kerak bo'lsa ham bu ukamizda shunaqa kompaniyasi bor ekan. To'y hashamlarni o'tkazib beradi. Yotoqxona mana bu ham bir 6 ga 4 did bilan qilingan. Kelib gaplashi startivi narxi 160, kami bor. Endi egasiga to'radi. Uyi bilan ekan. Siz pul to'laydigan odam bemalol taklifingizni bering. Bu yerda ichida sanuzel xonasi bor. Addenda qilib qo'yilgan, qani. Bu ham bir chiroq bir yondi, bir o'chdi. Kelib gaplashinglar, savdolashinglar, mamunchaga berdinglar, endi egasi aytaveradi narxini. Siz shaxsan o'zingizni narxingizni ayting. Uy joy sotmoqchimisiz? Tepada nomerlarimiz. Uy olmoqchimisiz? Har bitta videoda pastiga qo'yib ketyapmiz. Siz kanalga obuna bo'lib, shu videolarni bunda Telegramda tarqatib qo'yingchi, yaqinim. Jumayyomingiz bilan tarqatib qo'ygan insonni o'sha barmoqlari Ka'batullohni ushlamasdan bu hayotdan o'tmasin. Sog' bo'linglar, ketdik.